45 milyon so'mga tayyor holatdagi Labo avtomobilini reklama qilib beramiz. Albatta, doğru istingizlar, do'stlar, yaqinlar, podpischilarimiz sizlarga tayyor holatdagi non-topar mashinalardan bo'lgan Labo avtomobilini to'liq obzorini qilib beramiz. Videomizga like bosib turib, shunday non-topar mashina qarab yurgan, arzonchiroq holatdagi mashina qarab yurgan yaqin do'stlarga jo'natib qo'ysangizlar bo'ladi. Mashinamiz ko'rib turibsizlar, polnisti tayyor bo'lib turibdi. Holatlari zo'r holatda. Bog'larning holati ham toza ekan, yumshoq bog'lar, orqalarini shunday chiroyli qoplab qo'yibdilar. Ishga bosib bersangizlar bo'ladi. 45 million so'm deb tutdilar. Yana ustida savdosini qilib olsangizlar bo'ladi do'stlar. Mana salon holatlari, patologlari taxlangan, chexollar chizilgan, polietilen o'yinlari bor. Teglaridan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Pastda yana telefon nomerlarini qoldiraman. Yana ustida savdosini qilib olsangizlar bo'ladi. 45 million so'm menimcha, lekin zo'r baho. To'g'risi, egalari o'zi 60 milliondan ziyod tushganda tutdi mashinani. Orqalarini shunday qoplab qo'ydi ekanlar. Ishga bosib bermaka zo'r variant. Gazlar ham ustunovka qilingan. Yilni keladigan bo'lsak, do'stlar, mashinamiz yili 2006-yil ekan. Bu videomizni uchun non-topar mashinalarni qarab yurgan, arzonchiroq holatda chiqsa, oltib ishga bosib beraman deb yaqin do'stlar bo'lsa, shular orasidan tashakkur etsa, video obzorimiz yoqqan bo'lsa, birdan like ni bosib qo'yinglar. Qiziquvchilarni avtoselda kutib qolamiz. Pastda telefon nomerini qoldiramiz.